Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Harry Kane Real yoki Barselonaga o'tishi mumkin. Sport Bild. Bavariyaning markaziy hujumchisi Harry Kane jamoani tark etishi mumkinligi haqida Sport Bild xabar berdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, 32 yoshli angliyalik futbolchining shartnomasida 2026-yil yozda jamoani tark etmoqchi bo'lsa, 68 million yevrodan kam bo'lmagan miqdordagi qiymatdagi band mavjud. Xabar qilinishicha, Real va Barselona kelasi yozda Kane'ni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Eslatib o'tamiz, Kane Bavariya safida 104 uchrashuvda 100 ta gol urdi va bu 21-asrda top 5 liga futbolchilari orasida eng tez natija hisoblanadi. U o'zining 100-golini 26-sentyabrda Werder darvozasiga kiritdi. Joriy mavsumda esa Kane klub safida barcha musobaqalarda 7 uchrashuvda 14 ta gol va 3 ta golli uzatma qayd etgan. Flick Yamalning maydonga qaytgani va jamoaning g'alabasi meni xursand qildi. Hans-Dieter Flick Real Sociedad ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng uchrashuv haqida fikr bildirdi. Lamine Yamal yana maydonga qaytganidan xursandmiz. Uning qaytgani juda yaxshi bo'ldi. Hammamiz Yamalni qanchalik ajoyib futbolchi ekanini bilamiz. U bugun maydonda ajoyib o'yin ko'rsatdi. Menimcha bu uchrashuvda barcha futbolchilar a'lo darajada harakat qildi. Biz PSJga qarshi o'yin uchun mashg'ulotlarni boshlaymiz. Bu og'ir o'yin bo'ladi, chunki biz juda kuchli jamoaga qarshi bor kuchimiz bilan o'ynadik. Shuningdek, ularning o'yini menga yoqdi, lekin biz g'alabaga munosib edik. Sababi bizda juda ko'p imkoniyatlar va oxirida biz g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldik. Albatta, boshlang'ich tarkib har doim bir xil bo'lavermaydi, chunki futbolchilarni doimiy nazorat qilish kerak. Shu sababli biz mavsum davomida ko'plab rotatsiyalar qilishga majburmiz, dedi Barselona bosh murabbiyi. Xabi Alonso Real rahbariyatidan bir futbolchini sotib yuborishni talab qilmoqda. Madridning Real klubi himoyachisi Ferlan Mendy qishki transfer oynasi vaqtida jamoasini almashtirishi mumkin. Fijetis nashrining xabariga ko'ra, klub bosh murabbiyi Xabi Alonso rahbariyatdan futbolchini boshqa jamoaga sotib yuborishni so'ragan. Alonsoning fikricha, chap qanotda hujumga faol qo'shiladigan futbolchi kerak. Mendy esa bunday qobiliyatga ega emas. Shu sababli klub yozgi transfer oynasida Alvaro karyerasini xarid qildi. Shuningdek, Fran Garcia ham kutilgandan yaxshiroq o'yin ko'rsatmoqda. Shu bois klub Ferlan Mendy bilan xayrlashishni istamoqda. Ayni paytda futbolchini sotib olmoqchi bo'lgan klublar yo'q, biroq taklif tushsa Real uni transfer qilishga tayyor. Shu bois ko'plab klublar uni sotib olishni istamayapti. Ma'lumot uchun, Mendy 2019-yildan beri Real sharafini himoya qiladi. U hozirga qadar klub tarkibida 201 o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 6 ta gol va 9 ta golli uzatma yozdirib qo'ygan. Futbolchining klub bilan shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Transfer Market portali Mendy transfer narxini 14 million yevroga baholamoqda. Rooney bu Manchester United emas, men bu klubni tanimayapman. Mayo sobiq hujumchisi Wayne Rooney jamoa haqida keskin fikrlarini bildirdi. Bu Manchester United emas, men bu futbol klubini tanimayapman. Men o'yinchilar kurashayotganini umuman ko'rmayapman. Men hech qanday xarakter ko'rmayapman. G'alaba qozonish istagi yo'q, hech qanday qobiliyat mavjud emas. Uchrashuvda g'alaba qozonish salohiyatiga ega futbolchilarni ko'rmayapman. Men hech narsa hayratda qoldirmayapti. United ketma-ket 2 o'yinda g'alaba qozona olmaganini eslay olmayman. Menimcha klub egalaridan aniq va ravshan xabar bo'lishi kerak. Bu xoh Glazerlardan bo'lsin, xoh Redcliffe'dan. Bu klub qayerga qarab ketayotgani haqida tushuncha berilishi kerak. Chunki hozir hammamiz uning qulash vaqtini kutib o'tiribmiz, dedi Rooney. Shomurodovning barcha gollarini sanaymiz. Shomurodov bunaqa sermahsullikda top ligaga qaytib ketadi. Shomurodov Turkiyadagi faoliyatini ketma-ket gollar bilan bezamoqda. Shomurodovning barcha gollarini sanaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida to'purarlik mahoratini namoyish qila boshladi. Sport Source portali 30 yoshli hujumchimizning xorij klublari safida Yevropaning qaysi klublar darvozasiga to'p kiritganini hisoblab chiqdi. Shomurodov darvozasini ishg'ol qilgan jamoalar orasida jahonga mashhur top jamoalar ham bor. O'zbekistonda Mashal va Bunyodkor jamoalari sharafini himoya qilgan Eldor 2017-yilning yozida Rossiya Premyer Ligasi vakili Rostovga ko'chib o'tdi. Transfer Market portali kelishuv summasi 300 ming yevroni tashkil qilganini qayd etgan. Rostov safida umumiy 91 o'yin o'tkazgan hamyurtimiz jami 18 ta gol, 12 ta assist muallif bo'ldi va 6 marotaba ogohlantirish oldi. Eldor RPLdagi faoliyat davomida quyidagi jamoalarga gol urgan: Tasno, Krasnodar, Lokomotivga 2 tadan,
Spartak Moskva, Orenburg, Arsenal, Tula, Oral, Krylia Sovetov, Rubin, Tambov, Dinamo Moskva va Axmatga bittadan to'p kiritgan. Rossiya Kubogida Sizran 2003 jamoasi darvozasini ishg'ol qilgan. Yevropa Ligasi saralash turnirida Isroilning Maccabi Hayfa jamoasi darvozasini ojiz qoldirgan. Shomurodov 2020-yilning oktyabrida Italiyaning eng qadimiy jamoasi Genoaga ko'chib o'tdi. Bu transfer genuyaliklar uchun umumiy hisobda 9,5 million yevroga tushdi. Bir mavsumda davomida hamyurtimiz 32 ta uchrashuvda 8 ta gol urdi va 2 ta golli pas uzatdi va bir marta sariq kartochka oldi. Eldor A seriyada quyidagi jamoalarga gol urdi. Parma, Sassuolo, Verona, Spezia, Lazio, Cagliariga bittadan to'p kiritgan hamyurtimiz Atalanta darvozabonini 2 bor ojizladi. Roma, Rim klubi A seriyada yangi paydo bo'lgan to'plarni olish uchun Genoaga umumiy hisobda 19,5 million yevro to'lashga to'g'ri keldi, ammo o'zbek futbolchisi Jose Mourinho qo'l ostida bor mahoratini ko'rsatish uchun yetarli darajada imkoniyatga ega bo'lmadi. Keyinchalik poytaxt klubida Daniele De Rossi, Ivan Yurich va Claudio Ranieri bilan ishlagan Eldor Shomurodov baribir yuqori darajada o'ynay olishini isbotladi. Bunda oxirgi yili jamoani boshqargan Claudio Ranierining ishonchi katta rol o'ynadi. Shomurodov Romada jami 85 uchrashuvda 13 ta gol va 11 ta assist muallif bo'ldi va 5 bor hakamlar tomonidan ogohlantirildi. O'zbek hujumchisi A seriyada Venetsiyaga 2 ta, Sampdoria, Empoli, Monza, Juventus, Veronaga bittadan gol urgan. Italiya Kubogida Lecce va Sampdoria darvozasiga bir martadan yo'l topgan. Yevropa Ligasida turli yillarda Bolgariyaning Ludogorets, Germaniyaning Eintracht Frankfurt va Ispaniyaning Athletic Bilbao jamoalariga bittadan to'p kiritdi. Konferensiyalar Ligasi saralashida Trabzonspor darvozasini ishg'ol qildi va ilk bor o'tkazilgan turnirda Roma safida g'olib chiqdi. Spezia Shomurodov Rim klubida o'yin amaliyotsiz qolib ketgandan keyin mavsumning ikkinchi yarmini ijroda o'tkazdi. 2023-yil boshida Spetsiyaga yo'l olgan hujumchimiz jami 16 ta uchrashuvda bitta gol urdi. 2 ta samarali pas uzatdi va 2 bor ogohlantirdi. A seriyada Shomurodov Salernitana darvozasiga yo'l topa oldi xolos. Cagliari 2023-2024-yilgi mavsumda Roma Eldor Shomurodovni Cagliariga ijaraga jo'natdi. Tajribali murabbiy Claudio Ranieri qo'l ostida o'ynagan o'zbek hujumchisi jamoani A seriyada olib qolishga hissa qo'shdi. Shomurodov sardiniyaliklar jamoasida 24 ta o'yinda 3 tadan gol va assist qayd etdi. Bir bor sariq kartochka oldi. A seriyada Eldor Salernitanaga 2 ta va Interga 1 ta gol urdi. Istanbul Başakşehir Roma 2025-yilning yozida o'zbekistonlik legionerni yana ijaraga jo'natdi. Bu safar Italiyadan tashqariga Turkiyaning Istanbul Başakşehir klubi Shomurodovni keyinchalik to'liq transfer qilish huquqi bilan bir mavsum uchun 3 million yevro to'lab ijaraga oldi. Turk klubida mavsum yakunlangach Rim klubi yana 2,7 million yevro to'lab Eldorni to'liq transfer qilish huquqi bor. Shomurodov yangi klub tarkibida Konferensiyalar Ligasi saralash turnirida 6 ta uchrashuvda faqatgina bitta assist qayd etdi. Turkiya Super Ligasida esa 3-uchrashuvdayoq gollari hisobini ochdi. Eldor yangi jamoasidagi ilk to'pini mamlakatning mashhur klublaridan biri Galatasaray darvozasiga kiritdi. Chempionatning 6-turida Shomurodov qurbonlar qatoriga Alanya Spor darvozaboni Erdo'g'rul Tashkiranni ham qo'shib qo'ydi. Konyaspor Shomurodovning aniq zarbasi qurboniga aylangan Turkiyaning 3-jamoasi bo'ldi. Hozircha Eldor Başakşehir safida 6 ta o'yinda 3 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Bu yo'ldan keyin hamyurtimiz jamoasining eng yaxshi to'purariga aylanib oldi.